Hop, davom etyapmiz. 4-rejamizga keldik. Endi o'zgaruvchan tok zanjiriga mana shu aktiv qarshilik, g'altak va kondensatorni ketma-ket holda ulab ko'ramiz. Hop, demak, aktiv qarshilik R ga teng, qarshiligi induktiv g'altak qarshiligi XL ga, buniki esa XC ga teng. Hop, ketma-ketlik shartidan bu iste'molchilarda tok kuchlarining oniy qiymatlari teng bo'ladi. Ya'ni uchala iste'molchida ham tok kuchi bir xil fazada tebranadi. Demak, ularda toklarning qiymati teng bo'ladi, umumiy tokka teng bo'ladi. Umumiy tokni I deymiz va har biridagi toklarni yozib chiqamiz tenglab. Demak, bu ketma-ketlik shartidan. Hop, boshqacha aytganda, ularda tok kuchi bir vaqtda maksimum bo'lib, bir vaqtda 0 ga teng bo'ladi. Ketma-ketlik shartidan kuchlanishlar esa yig'inda bo'lishi kerak edi, lekin kuchlanishlar orasida fazalar farqi borligi sababli ularni to'g'ridan-to'g'ri qo'sha olmaymiz. Ya'ni boshqacha aytganda, ularni ya'ni ulardagi kuchlanish bir vaqtda 0 bo'lib, bir vaqtda maksimumga erishmaydi. Hop, ulardan biri 0 bo'lganda boshqasi maksimum yoki minimum qiymatga erishadi. Shu sababli demak, biz to'g'ridan-to'g'ri qo'sholmas ekanmiz. Masalan aytaylik, mana bu qarshilikdagi, rezistordagi kuchlanish UR, g'altakdagi kuchlanishda UL deymiz va mana kondensatordagi kuchlanishda UC deb yozsak, hop, mana bu manbani kuchlanish, umumiy kuchlanishi bo'ladi. Albatta, manba kuchlanishi U barobar U maksimal sinus omega t funksiya bo'yicha o'zgarib turibdi. Hop, yaxshi. Demak, shu sabab biz kuchlanishlarni nima qilamiz? Qo'shishda vektor diagrammadan foydalanamiz. Hop, qanday diagramma bo'ladi? Hop, yaxshi. Demak, kondensatordagi kuchlanish fazasi tok kuchi fazasidan pi taqsim 2 qadar orqada. G'altakdagi kuchlanish fazasi esa tok kuchidan pi taqsim 2 qadar oldinda boradi. Birinchi men bularda tok kuchlari o'zaro tengligi uchun vektor ko'rinishda mana bunday qilib umumiy tokni yozaman. Qizil bilan umumiy tokni belgilayapman. Bu hop, demak I umumiy. I deb qo'yaman, chunki bularda teng, tok kuchlari o'zaro teng. Ya'ni bu aktiv qarshilikdagi ham tok bo'laveradi, bu g'altakdagi tok ham bo'laveradi va bu kondensatordagi tok ham bo'laveradi. Bu ketma-ketlik shartidan. Endi ko'k bilan yozaman. Kuchlanish vektorlarini yozaman. Ya'ni vektor ko'rinishda yozaman ularni. Endi aynan rezistordagi kuchlanish mana UR deydigan bo'lsam, bu tok kuchi bilan tarmoqdagi tok bilan mos tushishi kerak. Chunki aynan qarshiligida o'zini, rezistorda o'zini o'zgaruvchan tok manbaiga ulagan vaqtimizda ko'rdikki, undagi kuchlanish va tok kuchi bir xil fazada tebranadi. Ya'ni orasida fazalar farqi yo'q. Shu sababli agar vektor diagrammada tasvirlaydigan bo'lsam, UR, ya'ni aktiv qarshilikdagi kuchlanish bilan o'zidagi tok kuchini, I tok kuchini ustma-ust qilishim kerak. Ya'ni ularda fazalar farqi yo'q. Shu sababli demak umumiy tok bilan mos tushaveradi. Endi xo'sh, mana bu tokka nisbatan gapiraman. Mana bu yozgan tok vektorimizga nisbatan kondensatorda kuchlanish pi taqsim 2 qadar ortda bo'ladi. Ya'ni tok oldinda bo'ladi, ya'ni bundan kuchlanish orqada bo'ladi. Mana bu UC bo'ladi. Pi taqsim 2, ya'ni 90 gradus ortda. Ya'ni mana bunday aylanyapti ularni tasavvur qiladigan bo'lsak, demak pi taqsim 2 qadar ortda. Endi mana bu tok kuchiga nisbatan gapiryapman yana. Demak, g'altakdagi tok kuchi va kuchlanish masalasini gapiradigan bo'lsam, g'altakda esa kuchlanish tok kuchidan pi taqsim 2 qadar oldinda bo'ladi. Demak, mana bu UL 90 gradus oldinda. Endi biz tepada ko'rdik, aktiv qarshilikda alohida o'zgaruvchan tok zanjiriga uladik. G'altakda alohida o'zgaruvchan tok zanjiriga uladik va kondensatorda o'zini ham alohida o'zgaruvchan tok zanjiriga ulab, ulardagi kuchlanishlar va toklar orasidagi munosabatni ko'rgan edik. O'shanda mana shu xulosalarni olganmiz. Ya'ni kondensatordagi kuchlanish
tok kuchidan orqada bo'ladi pi taqsim 2. G'altadagi kuchlanish tok kuchidan oldinda bo'ladi pi taqsim 2 qadar degan xulosalarga kelgan edik. Endi ular ketma-ket ulanganda ham xuddi shu gap o'rinli bo'lishi kerak. Faqat ular uchun tok umumiy bo'lib qoldi. Tok vektorini mana shu gorizontal o'qqa joylasam, demak, pi taqsim 2 qadar orqada kondensator kuchlanishi, pi taqsim 2 qadar oldinda bu o'sha g'altakdagi tok kuchi bo'ladi. Kuchlanish bo'ladi. Aniqrog'i mana bu yerdagi tok kuchi kondensatordagi, g'altakdagi va kondensatordagi tok kuchlari hisoblanadi. Ya'ni barchasidagi tok. Chunki ularda tok kuchlari tebranishiga qaramasdan teng bo'lar ekan ketma-ketlik shartida. Xo'p, lekin kuchlanishlar o'zgarib turadi. Ya'ni ular to'g'ridan-to'g'ri qo'shalmaymiz, chunki ularda fazalar farqi mavjud. Xo'p, endi men mana bu ikkita vektorni ayirma ko'rinishda mana bunday yozishim mumkin. Demak, bitta vektor qilib olaman. Bu UL minusdan UC vektor bo'ladi. Xo'p, ikkinchi vektorimiz bu UR bo'ladi. Demak, bizda ikkita vektor bo'ldi. Ikkovining natijaviysi sifatida men mana buni yozaman. Bu umumiy kuchlanish bo'ladi. Buni U harfi bilan belgilayman. Va ular orasidagi fazalar farqi figa teng. Aniqrog'i kim bilan kim orasidagi fazalar farqi bu? Mana bu o'qda tok kuchi bor edi. Bu tok kuchini yozmadim, mana bundan oldin yozganman. Demak, tok kuchi va umumiy kuchlanish orasidagi fazalar farqi bo'lib qoladi endi bu. Tok kuchi va g'altakdagi kuchlanish orasidagi fazalar farqi mana bu 90 gradusida. Ya'ni mana bu yerda tok kuchi va kondensatordagi kuchlanish pi taqsim 2 ida fazalar farqi, tok kuchi va g'altakdagi kuchlanish fazalar farqi pi taqsim 2 oldinda edi kuchlanish. Endi bu umumiy kuchlanish bilan, mana shu zanjirdagi umumiy kuchlanish bilan aynan umumiy tok kuchi orasidagi fazalar farqi hisoblanadi. Mana bu fi. Mana bu o'qda yana bitta tok kuchi turibdi mana bu yerda. I. Mana yozib qo'yishimiz mumkin i deb. Endi vektor qo'shayotgan vaqtda hozir biz mana bu tok kuchini inobatga olmaymiz. Xo'p, yaxshi. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Ikkita vektor, mana bu vektor, y o'qida yuqoriga yo'nalgan vektor va x o'qida o'ngga yo'nalgan ikkita vektorning natijaviysi mana bu vektor bo'lib qoldi. Xo'p, yaxshi. Buni yana mana bunday ko'rinishda yozishimiz mumkin, qulayroq. Kuchlanishlarni o'zini alohida yozyapman. Mana bu UR aktiv qarshiligidagi kuchlanish. Mana bu UL minusdan UC. Xo'p, ya'ni g'altakdagi va kondensatordagi kuchlanishlar ayirmasi. Mana bu fi, fazalar farqi. Tarmoqdagi umumiy kuchlanish va umumiy tok kuchi orasidagi fazalar farqi. Mana shu bizda kuchlanishlar uchburchagi deyiladi. Demak, bularni biz vektor ko'rinishda qo'shar ekanmiz kuchlanishlarni, to'g'ridan-to'g'ri qo'shib yubora olmas ekanmiz. Xo'p, demak, bundan ko'rinib turibdiki, Pifagor teoremasidan foydalanadigan bo'lsam, umumiy kuchlanish gipotenuza bo'lib qolyapti. Ikkita katetlar kvadratlarga yig'ilishiga teng bo'ladi. Demak, UR kvadrat plus UL minus UC ni kvadrat. Xo'p, bu yerda U umumiy kuchlanish qiymati, UR aktiv qarshilikdagi kuchlanish, UC kondensatordagi va UL g'altakdagi kuchlanish. Xo'p, demak biz buni maksimal qiymatlar uchun ham, effektiv qiymatlar uchun ham foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Agar bizdan umumiy effektiv kuchlanish so'ralayotgan bo'lsa, mana bu qiymatlarni o'rniga aynan effektiv kuchlanishlarni qo'yishimiz kerak. Agar maksimal qiymat, umumiy maksimal kuchlanish so'ralayotgan bo'lsa, demak har bitta mana bu kuchlanishlarni o'rniga maksimal qiymatlarni qo'yishimizga to'g'ri keladi. Ohm qonunidan kuchlanishlari tok kuchi va qarshiliklar orqali ifodalasak, zanjirda umumiy qarshilik kelib chiqadi. Ya'ni bizda umumiy kuchlanish bu umumiy tok kuchi ko'paytirilgan z, zanjirda umumiy qarshiligi desak bo'ladi. Ya'ni Ohm qonunida. Bu yerda z umumiy qarshilik, I umumiy tok va U umumiy kuchlanish bo'lib qoladi. Aktiv qarshilikdagi kuchlanish esa hop I ko'paytirilgan L. Ya'ni bu yerda I tok kuchi barcha iste'molchi uchun bir xil bo'ladi. Hop, UL g'altakdagi kuchlanish XL ko'paytirilgan I. Hop, UC ya'ni kondensatordagi kuchlanish XC ko'paytirilgan I.
Hop, mana shu formulalarni biz tepadagi ifodaga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, mana bu ifodaga kuchlanishlar vektor ko'rinishda qo'shilayotgan bo'lsa, demak qarshiliklar ham qandaydir shunga o'xshash holatda bo'lib qoladi. I ko'paytirilgan z barobar ildiz ostida I ko'paytirilgan r ning kvadrati. Ya'ni bu u r da o'rniga qo'yyapmiz. Hop, xl da o'rniga, ya'ni u l da o'rniga xl ko'paytirilgan I minusdan x ko'paytirilgan I kvadrat. Bundan demak to'k kuchlari qavsdan tashqariga chiqib qisqarib ketadi va zanjirda umumiy qarshilik kelib chiqadi. Z bilan belgilayapmiz. R kvadrat plus xl minus x soni kvadrat. Hop, demak bu zanjirda umumiy qarshiligiga. Hop, bu yerda R aktiv qarshilik, X sig'im qarshilik, ya'ni kondensatorda o'zgaruvchan tokka ko'rsatayotgan qarshiligi, XL induktiv qarshilik, Z zanjirda, ya'ni ketma-ket zanjirda umumiy qarshilik. Bu aynan ketma-ket zanjir uchun o'rinli bo'ladi. Hop, demak zanjirning umumiy qarshiligi ham vektorlar qoidasi asosida hisoblanar ekan. Demak, vektorlar bo'ladi. Vektorlar qoidasi asosida hisoblanar ekan. Hop, ketma-ket zanjirda quvvat koeffitsiyenti bilan tanishamiz, ya'ni kosinus fi. Hop. Qarshiliklar va kuchlanishlar uchburchagini birgalikda yozadigan bo'lsak. Demak, kuchlanishlar uchburchagini hozir yozdik. Hop, yana xuddi shu uchburchakni biz qarshiliklar uchun ham yozishimiz mumkin. Mana shunday. Hop, demak bu kuchlanishlar uchburchagi. Hop, bu esa qarshiliklar uchburchagi. Bu uchburchaklar faqat ketma-ket tarmoq uchun. Hop, yuqoridagi uchburchaklardan biz tok kuchi va kuchlanishlar orasidagi fazalar farqini bilgan holda, ya'ni mana bu yerdagi fi'ni bilgan holda, ikkovida ham fi. Shu fazalar farqi uchun kosinus fi, sinus fi va tangens fi funksiyalar qiymatini aniqlashimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni bizga muhimrog'i bu yerda kosinus fi bo'lar ekan. Hop, birinchi demak kosinus fi kuchlanishlar orqali ifodalaymiz. Kosinus bu trigonometriyadan ma'lumki, yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati. Bizda yopishgan katet UR, gipotenuzamiz U, ya'ni maksimal to'la kuchlanish. Hop, kosinus fi barobar UR taqsim U yoki hop, U ni o'rniga, ya'ni umumiy kuchlanishni o'rniga UR kvadrat plus UL minus UC ni kvadrat ildiz. Shuni ko'rinishda yozishimiz mumkin. Hop, qarshiliklar orqali ham xuddi shunday kosinus fi qarshiliklar uchburchagiga e'tibor beramiz. Bu yerda yopishgan katet R aktiv qarshilik va gipotenuza Z umumiy qarshilik bo'lib qolyapti. Hop, umumiy qarshilik o'rniga R kvadrat plus XL minus X ni kvadrat ko'rinishda yozamiz. Hop, sinus fi ana shu fazalar farqi uchun shu uchburchakdan foydalanib sinus fi ni topyapmiz. Kuchlanishlar orqali bu qarshisidagi katetni yopishgan, ya'ni aniqroq gipotenuzaga nisbati.
mana uchburchaklarga e'tibor beradigan bo'lsak, qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbat. Demak, UL minus US taqsim U. Yoki boshqacharoq ko'rinishda UL minus US umumiy kuchlanishga mana shunday yozamiz. Endi qarshiliklar orqali XL minus XC taqsim Z XL minus XC taqsim ildiz ostida R kvadrat XL minus XC kvadrat. Hop, tangens fini yozamiz endi. Bu kuchlanishlar orqali qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbat edi. Demak, UL minusdan UC taqsim UR. Tangens fi qarshiliklar orqali XL minus XC taqsim R. Hop, demak, bu yerda kosinus fi. Nima kosinus fi? Aktiv quvvat koeffitsiyenti. Aniqrog'i masalalarda ko'proq quvvat koeffitsiyenti deb keladi. Biz demak kosinus fini tushunishimiz kerak. Aktiv quvvat koeffitsiyenti deb ataladi. Aniqrog'i to'la quvvatning qanchalik qismi foydali, ya'ni aktiv quvvatga to'g'ri kelishini ko'rsatadi. Ya'ni tok elektr energiyasi, o'zgaruvchan tok elektr energiyasi qanchalik qismi foydali ishlatilyapti, shu narsani ko'rsatib berar ekan bu kosinus. Keyingisi sinus fi, bu reaktiv quvvat koeffitsiyenti. Demak, bu ham quvvat koeffitsiyenti, faqat reaktiv quvvat koeffitsiyenti. Bu esa to'la quvvatning qanchalik qismi reaktiv quvvatga to'g'ri kelishini bildiradi. Buni oldin biz kondensator va g'altakni o'zgaruvchan tok zanjiriga uladik va o'shanda ko'rdikki, aktiv qarshilikdan farqli o'laroq reaktiv qarshilik tarmoqda elektr energiyasini iste'mol qilib boshqa turdagi elektr energiyaga o'zgartirmaydi. Ya'ni aniqrog'i tarmoqda tokni haqiqatda ham iste'mol qiladigan qarshilik bu faqat aktiv qarshilik. Demak, bizga kosinus fi foydali qismni bildiradi, sinus fi esa foydasiz qismni bildiradi. Ya'ni reaktiv quvvatni bildiradi. Hop, aniqrog'i aktiv reaktiv quvvatlar haqida quvvat rejamizda, kelasi rejalarda gaplashamiz. Demak, hozir biz kosinus, sinus, tangens kelib chiqishini bilib olishimiz kerak. Hop, tangens fi bu yerda aktiv va reaktiv quvvatlar orasidagi munosabatni bildirar ekan. Hop, yaxshi. Demak, quvvat koeffitsiyenti tokni qay darajada aktiv foydalanilayotganini bildiradigan kattalik deyilyapti. Hop, agar kosinus fi 1 bo'lsa, hop, zanjirda faqat aktiv qarshilik bor va energiyaning barchasi foydali ishga sarf bo'lyapti. Demak, kosinus fi bu energiyaning foydali qismini ifodalaydi. Kosinusning maksimal qiymati 1 ga teng. Demak, bu degani kosinus maksimal bo'ldi degani zanjirda faqat aktiv qarshilik bor xolos. Demak, zanjirda to'la qarshiligi bu faqat aktiv qarshilikka teng. Shunda mana kosinus fi barobar bizda R taqsim Z bo'lsa, R taqsim R bo'ladida, bu 1 chiqadi. Ya'ni barcha energiya foydali ishlatilyapti. Hop, agar kosinus fi 1 dan kichkina bo'lsa, demak zanjirda reaktiv qarshiliklar ham bor. 100% bo'lmayapti, ya'ni maksimal 1 bo'lmayapti kosinus. Demak, qandaydir ulushi, energiyani qandaydir ulushi o'sha manbaga qaytarilyapti. Bizda reaktiv qarshiliklar manbadan elektr energiyasini olib, yana manbaga qaytarar edi. Demak, g'altak yoki kondensator bor mana shu zanjirda. Hop, endi fi 90 bo'lsa, ya'ni bundan kosinus fi albatta 0 ga teng bo'ladi. Bunda zanjirda hech qanday aktiv qarshilik yo'q. Ya'ni aktiv qarshilik 0 ga teng. Tokni iste'mol qiladigan aktiv qarshilik yo'q. Olingan energiyani barchasi manbaga nima qiladi? Qaytariladi. Demak, faqat zanjirda g'altak va kondensator bor xolos. Ya'ni reaktiv komponentlar bor xolos. Hop, ketma-ket ulash uchun endi xususiy holatlarni ko'ramiz. Hop, demak, zanjirda faqat aktiv qarshilik va sig'im qarshilik bo'lgan holat. Ya'ni rezistor va S sig'imli kondensator bo'lgan holatni ko'ramiz. Hop, umumiy kuchlanish qanday bo'ladi? Hop, UL kvadrat plus UL minus UC ni kvadrati bo'lishi kerak edi. Endi UL yo'qligini hisobiga UC ni kvadrati bo'lib qoladi. Hop, umumiy zanjir qarshiligi ham shunga o'xshash R kvadrat plus XC ni kvadrat.
Hop, zanjirda aktiv qarshilik va induktiv g'altak bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Ha? Mana, demak, induktiv qarshilik bo'ladi. L induktivligi g'altak bor. Hop, umumiy kuchlanish. O'sha tepada vektor diagrammadan foydalanyapmiz. Faqat bu yerda U-ni o'rniga 0 qo'yyapmiz. Shunday. Hop, zanjirda faqat kondensator, sisimli va induktiv g'altak bo'lsa, demak, induktiv g'altak qarshiligi XL, buniki XC. Umumiy kuchlanish. Hop, o'sha vektorlar qoidasidan foydalanadigan bo'lsam, demak, UR yo'qligini hisobiga bizda UL minus UC bo'ladi. Hop, umumiy qarshilik esa XL minusdan XC. Hop, o'zgaruvchan tok zanjiriga endi iste'molchilarni o'zaro parallel ulash masalasini ko'rib chiqamiz va parallel zanjirda quvvat koeffitsiyenti bilan tanishamiz. Hop, demak, mana bunday U barobar U maksimal sinus omega t funksiya bo'yicha o'zgarayotgan mana bu yerda o'zgaruvchan tok zanjiri bor. Va demak, aktiv qarshilik, induktiv g'altak va kondensator bizda parallel ulangan shu o'zgaruvchan tok manbasi. Parallellik shartidan iste'molchilarda kuchlanishlarning oniy qiymatlari teng bo'ladi. Ya'ni barcha iste'molchilarda kuchlanish bir xil fazada tebranadi. Ya'ni boshqacha aytganda, ularning har birida kuchlanish bir vaqtda 0 bo'lib, ayni bir vaqtda maksimumga erishadi. Shuning uchun zanjirdagi kuchlanish aktiv qarshilikda, siram qarshilik va induktiv qarshiliklarda bir xil bo'ladi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, umumiy kuchlanish, demak, barchasida teng. Bu ketma-ket parallellik shartidan. Hop, parallellik shartidan yana tok kuchlari yig'inda bo'lishi kerak edi. Ya'ni o'zgarmas tok manbasi bo'lganda biz oldin gaplashganmiz. Parallel tarmoqda tok kuchlari yig'inda bo'ladi. Lekin tok kuchlari orasida fazalar farqi borligi sababli ularni to'g'ridan-to'g'ri qo'sha olmaymiz. Ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsak, har bitta iste'molchida tok bir vaqtda maksimal bo'lib, bir vaqtda minimal bo'lmaydi. Ya'ni qandaydir ular orasida fazalar farqi mavjud. Kimdadir tok kuchi maksimal bo'lganda, kimdadir 0 yoki kimdadir minimal bo'ladi. Hop, shu sabab biz demak tok kuchlarini qo'shishda vektor diagrammadan foydalanamiz. Go'yoki ketma-ket tarmog'da kuchlanishlarni qanday qo'shgan bo'lsak, biz tok kuchlarini ham xuddi shunday qo'shar ekanmiz. Hop, e'tibor beramiz, kondensatordagi tok kuchi fazasi, faza jihatdan kuchlanish fazasidan pi taqsim 2 qadar oldinda bo'ladi. G'altakdagi tok kuchi fazasi esa kuchlanishdan pi taqsim 2 qadar ortda bo'ladi. Hop, vektor diagramma, demak, men kuchlanishlar barchasida teng U deb yozyapman. Bunga aynan UR, UC, UL deya olmayman. U deb yozyapman va bu qarshiligida ham, hop, g'altagida ham, ya'ni kondensatorda ham teng. Xo'sh, endi tok kuchlari. Aynan qarshiligidagi tok kuchini oladigan bo'lsam, qarshiligida aktiv qarshilikdagi tok kuchi, aktiv qarshilikdagi tok kuchi IR deyapman va aynan umumiy kuchlanish teng-ku zanjirda parallelda. Umumiy kuchlanish bilan aktiv qarshilikdagi tok kuchi bir xil fazada yotar. Buni alohida ulagan paytimizda birinchi qismda ko'rdik bu narsani. Hop, endi tok kuchi boshqa iste'molchilarda kondensatorda ko'ramiz. Hop, demak, kondensatordagi tok kuchi fazasi kuchlanish fazasidan pi taqsim 2 qadar oldinda bo'ladi, deyapti. Demak, mana bunday bo'ladi. Tepaga chizamiz. Ya'ni soat strelkasiga qarshi aylanyapmiz desak, demak, kondensatordagi tok kuch tebranishlari. Hop, o'zidagi kuchlanishdan pi taqsim 2 qadar oldinda bo'ladi. Chalkashmasligimiz kerak. Bu aktiv qarshiligidagi tokdan kondensatordagi tok pi taqsim 2 qadar oldinda bo'ladi emas. Bu aynan o'zidagi kondensatordagi kuchlanish bilan kondensatordagi tok kuchi pi taqsim 2 qadar oldinda bo'ladi. Chunki mana bu o'qda kuchlanish o'qi. Bizga kuchlanish o'qi, demak, kuchlanish yotibdi. Hop, endi albatta g'altakda pi taqsim 2 qadar
Xo'sh. Pi taqsim 2 qadar ortda bo'ladi. Kuchlanishga qaraganda, demak, g'altakdagi tok kuchi pi taqsim 2 qadar ortda bo'ladi. Hop, yana bularni mana bunday ko'rinishda yozishim mumkin. Mana bu va mana bu vektorlarni bitta vektor ko'rinishda yozishim mumkin. Ular qarama-qarshi bo'lganligi hisobiga IC minus IL. Hop, mana bu yerda IR. Va demak bizda ikkita vektor hosil bo'lib qoldi. Ularni natijasi mana bunday bo'ladi. Demak, bu I, ya'ni umumiy tok tarmoqdagi. Va mana bu yer phi, bu fazalar farqi. Bu qanday fazalar farqi? Demak, mana bu yerda mana bu o'qda kuchlanish o'qi ham bor edi. Yozib qo'yaman. Bitta kuchlanish o'qi ham bor. Demak, bu umumiy kuchlanish, mana bu umumiy kuchlanish tarmoqdagi va umumiy tok orasidagi fazalar farqi bo'lib qoldi. Xo'p, endi tok kuchlari uchburchagini yozib ketamiz shu yerda. Buni yana boshqacharoq ko'rinishda yozishim mumkin. Umumiy tok, aktiv qarshilikdagi tok, sig'im qarshilikdagi va induktiv g'altakdagi toklar ayirmasi. Mana bu yer phi. Hop, demak, mana shu tok kuchlari uchburchagi bo'lar ekan, mana shu oxirgi chizganimiz. Demak, shundan foydalanib umumiy tokni topishimiz mumkin. Hop, Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Demak, gipotenuzani topishimiz uchun ikkita katetni kvadratga ko'tarishimiz kerak. Hop, mana shu formula bilan aniqlar ekanmiz. Hop, demak, bu parallel tarmoqdagi umumiy tokni topish formulasi. Hop, bu yerda I umumiy tok, ya'ni umumiy tok, IR aktiv qarshilikdagi tok, IC kondensatordagi tok kuchi, VL g'altakdagi tok kuchi. Agar formulaga biz har bitta iste'molchidagi maksimal toklar qiymati qo'yilsa, demak, umumiy maksimal tok chiqadi. Effektiv qiymatlar qo'yilgan bo'lsa, demak, effektiv tok kuchi chiqadi. Hop, Ohm qonunidan kuchlanish tok kuchi va qarshilik orqali ifodalaymiz. Mana kuchlanish tok kuchini. Bu umumiy tok umumiy kuchlanish taqsim Z, ya'ni umumiy qarshilik bo'lishi kerak. Aktiv qarshilikdagi tok esa aktiv qarshilikdagi kuchlanishda aktiv qarshilikka nisbat. Qolganlarida ham xuddi shunday. Demak, IL bu UL taqsim XL yoki IC bu UC taqsim XC bo'ladi. Hop, shundan demak, tepadagi tok kuchlari uchun yozgan ifodamizga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, U taqsim Z, UR taqsim R ning kvadrati plus UL UC taqsim XC plus UL taqsim XL ning kvadrati. Hop. Demak, kuchlanishlar tengligi hisobiga barcha iste'molchilarda qavsdan tashqariga chiqib, u bilan qisqaradigan bo'lsa, bizda 1 taqsim Z biz ostida 1 taqsim R kvadrat plus 1 taqsim XC minus 1 taqsim XL ning kvadrati ko'rinishda bo'ladi. Hop, mana bu formula bo'lsa, bu parallel tarmoqda umumiy qarshilikni aniqlash formulasi. Hop, endi parallel zanjirlar quvvat koeffitsiyenti bilan tanishamiz. Parallel ulash uchun tok kuchlari va qarshiliklar uchburchagini yozsak mana. Tok kuchlari uchburchagi I
ir is minus el. Demak, qarshiliklarni ham biz vektor ko'rinishda qo'shgandik. Endi bu 1 taqsim z, 1 taqsim x minusdan 1 taqsim x bo'ladi. Mana bu yer aktiv qarshilik. Demak, yuqoridagi uchburchakdan biz tok kuchi va kuchlanish orasidagi fazalar farqini bilgan holda, shu fazalar farqi uchun kosinus fi, sinus va tangens fi ifodalarini aniqlashimiz mumkin bo'lar ekan. Kosinus nima edi bu? Yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati bo'ladi. Demak, kosinus fini yozamiz. Hop, bizda kosinus fi demak ir taqsim i umumiy tok bo'ladi. Hop, umumiy tokimiz ildiz ostida ir kvadrat plus x minus el ni kvadrat. Hop, endi qarshiliklar uchun demak yopishgan katet, ya'ni r bu yerda, aniqroq mana bu 1 taqsim r edi. Hop, 1 taqsim r yopishgan katet, gipotenuza 1 taqsim z bo'ladi. Hop, 1 taqsim r taqsim 1 taqsim z. Hop, 1 taqsim r turib turadi. 1 taqsim z o'rniga shu ifodani yozamiz. Hop, sinus fi bu qarshisidagi katetni hop gipotenuzaga nisbat. Bizda qarshisidagi katet ic minus el taqsim i. Bundan ic minus el turadi umumiy tok o'rniga. Shunday yozamiz. Qarshiliklar uchun 1 taqsim, aniqroq sinus fi bizda qarshisidagi katet 1 taqsim x minus 1 taqsim x taqsim 1 taqsim z. Bundan 1 taqsim x minus 1 taqsim x 1 taqsim z o'rniga yozamiz. Endi tangens fi bu qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati bizda tok kuchlari orqali ifodalaydigan bo'lsak, ic minus el taqsim ir. Qarshiliklar orqali 1 taqsim x minus 1 taqsim x l taqsim demak 1 taqsim r ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda kosinus fi aktiv quvvat koeffitsiyenti, masalalarda bizda mana shu aktiv quvvat koeffitsiyentini so'raydi ko'proq ishlatamiz. Sinus fi esa reaktiv quvvat koeffitsiyenti. Hop, parallel ulash uchun endi xususiy holatlar. Bizda demak aktiv qarshilik va kondensator bo'lgan holat uchun umumiy tok kuchi ifodasini yozamiz. Albatta bularda kuchlanishlar teng parallel shaklidan. Faqat umumiy tokni ifodalasak bo'ldi. Umumiy tok bizda shunday. Hop, umumiy qarshiligimiz 1 taqsim z. Hop, ildiz ostida 1 taqsim r kvadrat plus 1 taqsim x ni kvadrat.
Hop, aktiv qarshilik va induktiv g'altak bo'ladigan bo'lsa. Demak, bularda ham kuchlanishlar teng. Umumiy tokni yozamiz. Hop, IL ni kvadrat. Umumiy qarshilik uchun 1 taqsim R kvadrat taqsim XL ni kvadrat. Hop, endi faqat reaktiv komponentlar bo'lsa, ya'ni L, S, ya'ni L induktivlikga g'altak, S sig'imli kondensator bo'lsa, umumiy tok bizda ikkalasi toklar ayirmasiga teng bo'ladi. IC minus IL ga. Hop, umumiy qarshilik 1 taqsim Z 1 taqsim XS minus 1 taqsim XL. Bular, mana bu ifodalar barchasi umumiy formuladan kelib chiqyapti. Tepada ikkita umumiy formula yozdik, umumiy tok uchun va umumiy qarshilik uchun. Demak, ana shundan kelib chiqyapti barchasi. Hop, masalalar ishlashda biz ketma-ket zanjirdan ko'proq foydalanamiz. Ya'ni parallelga nisbatan ko'proq ketma-ket zanjirdan foydalanamiz. Hop, o'zgaruvchan tok zanjirida quvvat va ajralgan issiqlik miqdorini ko'ramiz. Demak, o'zgaruvchan tok zanjirida bir necha xil quvvatlarni ko'ramiz, lekin ajralgan issiqlik miqdori faqat bu aktiv qarshilikda ajraladi. Shu sababli, demak, bitta turdagi ajraladigan issiqlik miqdori bor. Bu ham bo'lsa aktiv qarshilikda. Hop, ma'lumki, o'zgaruvchan tok zanjirida tok va kuchlanish doimiy tarzda o'zgarib turadi. Demak, zanjirning qiymati, ya'ni zanjirning quvvati ham doimiy o'zgarib turadi. Shu bois biz bu quvvatni o'rtacha qiymatidan foydalanishimiz kerak, ya'ni o'rtacha qiymatini aniqlashimiz kerak. Hop, o'zgaruvchan tok zanjirida quvvatni 3 ta turi bor. Birinchi aktiv quvvat. Mana shularni yaxshi bilib olishimiz kerak. Masalalarda chalkashib ketib qolamiz. Aktiv quvvat, haqiqiy quvvat, foydali quvvat yoki bu o'rtacha quvvat ham deyilar ekan. Aktiv quvvat bu aynan aktiv qarshilikda ajralayotgan quvvat. Hop, bu aktiv qarshilik iste'mol qiladigan quvvat, ya'ni bu turdagi qarshilik elektr energiyasi haqiqatdan ishlatiladi, issiqlikka aylanadi, ya'ni qandaydir boshqa turdagi energiyaga aylanadi. Hop, ikkinchi tur quvvatimiz reaktiv quvvat ekan, yoki bu passiv quvvat deyilar ekan, yoki foydasiz quvvat deyilar ekan. Bunday quvvat ma'lum energiyani zaxiralab, uni yana zanjirga qaytarib beradi. Aynan g'altak va kondensator mavjud bo'lgan zanjirda reaktiv quvvat mavjud bo'ladi. G'altak va kondensator aktiv quvvatni iste'mol qilmaydi. Demak, aktiv quvvatni iste'mol qilmas ekan, reaktiv quvvatni faqat g'altak bilan kondensator iste'mol qilar ekan. Ya'ni iste'mol qiladi desak noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni bu reaktiv quvvat bu aynan g'altak bilan kondensator quvvati demoqchimiz. Demak, vaqtincha energiyani saqlab, uni yana manbaga nima qilib berar ekan? Qaytarib berar ekan. Hop, va uchinchisi to'la quvvat, umumiy quvvat, to'la umumiy quvvat bo'lar ekan. Bu aktiv va reaktiv quvvatlarning vektor yig'indisi bo'lar ekan. Demak, quvvat ham vektor yig'indi ekan. Ya'ni to'la quvvat bu umumiy quvvat. Aniqrog'i bu ingliz manbalarida apparent power deyiladi, ya'ni tuyuladigan quvvat. Hozir ko'ramiz, mana shu reaktiv, aktiv, to'la quvvatlarni tushunish uchun biz mana bunday rasmdan foydalanamiz. Hop, masalani aytaylik. Bitta stakanga pivo quydik, tasavvur qiling. Bunda uni ma'lum qismi mana bunday suyuqlik ko'rinishida turadi va ma'lum qismi ko'pik ko'rinishida turadi. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, bizda hozir pivoni quygan vaqtimizda bokal to'ldi. Ya'ni bokal to'la holatda turibdi. Demak, mana bu qism, suyuqlik turgan qismi bizga go'yoki bu aktiv quvvatni beradi. Hop, mana bu ko'pik turgan nuqta, ya'ni ko'pik bo'lib turgan qism, mana shu bizga reaktiv quvvatni beradi. Demak, bu reaktiv quvvat va birgalikda bular bizga nimani beradi? To'la quvvatni beradi. Mana shunday. Xo'p, yaxshi.
quvvatlarni qo'shishda ham biz vektorlar diagrammasidan foydalanamiz. Umumiy holda to'la quvvatni reaktiv va aktiv quvvatlar orqali quyidagicha aniqlaymiz. Demak, Pifagor teoremasidan foydalanamiz bunda ham. Quvvatlar uchburchagi chizib qo'yilgan. Demak, mana bu qism reaktiv quvvat bo'ladi. Bu yerda reaktiv komponentalar vektorini yozganmiz biz. Tepadagi uchburchaklarda ham, demak, mana shu reaktiv quvvat. Buni P reaktiv deb yozaman. PR deb yozaman. Xo'p, mana bu qism, pastki qism bu aktiv quvvatga to'g'ri keladi. Buni PA, ya'ni aktiv quvvat deb yozaman. Va mana bu yerdagi gipotenuza bu umumiy quvvatga to'g'ri keladi. Buni P deb yozaman. Bu yerda nima deb qo'yibdi? Apparent power deb qo'yibdi, ya'ni tuyuladigan quvvat. Ya'ni nimani hisobiga tuyuladi? Sababi o'zi aktiv quvvat haqiqatda ham iste'mol qilinadi, lekin kondensator va g'altak hisobiga tok go'yoki ko'proq, bundan ham ko'proq iste'mol qilinayotgandek tuyuladi. Ya'ni quvvat, iste'mol quvvati ortib ketib qoladi. Xo'p, yaxshi. Demak, umumiy quvvat vektor ko'rinishda bu aktiv quvvatlar reaktiv quvvatlarning kvadratlar yig'indisiga teng. Yoki P barobar umumiy quvvat P aktiv kvadrat plus P reaktiv kvadrat bo'ladi. Pifagor teoremasi. Xo'p. Bu chizmadan foydalanib quvvat koeffitsiyentini aktiv va to'la quvvatlar orqali yozishimiz mumkin. Demak, quvvat koeffitsiyentini tepada biz tok kuchi, kuchlanishlar uchburchagidan foydalanib yoki qarshiliklar uchburchagidan foydalanib aniqladik. Plus yana quvvat uchburchagidan ham foydalanishimiz mumkin ekan. Kosinus fi, sinus fini topish uchun. Demak, kosinus fi yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati yopishgan katet bu aktiv quvvat, gipotenuza to'la quvvat. Sinus fi bu qarshisidagi katetni, ya'ni reaktiv quvvatni to'la quvvatga nisbati. Tangens fi bu reaktiv quvvatni aktiv quvvatga nisbati. Xo'p, har qanday o'zgaruvchan tok zanjiri uchun quyidagi quvvat formulalarini yozishimiz mumkin. Ya'ni zanjir ketma-ket yoki parallel bo'lishiga qaramasdan quvvat hammasida bir xil bo'lar ekan, ya'ni bir xil formula bilan ifodalanar ekan. Xo'p, birinchi to'la quvvat. Men faqat bitta ko'rinishda yozaman. O'zi aslida o'zgaruvchan tok zanjiridan ma'lumki, masalan, quvvat ifodasini yozmoqchi bo'lsak, IU deyishimiz mumkin, I kvadrat R deyishimiz mumkin yoki U kvadrat taqsim R formulalaridan foydalanamiz. Bunda ham xuddi shunday 3 xil ko'rinishda yozishimiz mumkin, lekin asosan bitta ko'rinishda yozyapman. Demak, quvvatni maksimal qiymat orqali ifodalayman, ya'ni tok kuchi va kuchlanishning maksimal qiymatlari. Endi biz mana bunday IU qilib yoza olmaymiz, sababi IUlar bular maksimal qiymatlarni, oniy qiymatlarni bilib bo'lmaydi. Bu faqat o'zgarmas tok kuchinidir bu formula. Endi o'zgaruvchan tok uchun qanday bo'ladi? I0 U0 taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus fi. Demak, bu yerda hozir bizda demak to'la quvvat so'ralgan. To'la quvvat mana shunday bo'ladi. Kosinus fi bo'lmaydi. Demak, U0 bu yerda tok kuchining maksimal qiymati, U0 ya'ni I0 tok kuchining maksimal qiymati, U0 kuchlanishning maksimal qiymati. Hop, endi effektiv qiymatlar orqali to'la quvvat qanday bo'ladi? I effektiv ko'paytirilgan U effektiv. Mana shunday. Hop, aktiv quvvat. Bu holda to'la quvvat formulasiga kosinus fi ifodasini ko'paytiramiz. Sababi kosinus fi umumiy quvvatning qancha qismi foydali ekanligini ifodalab beradigan koeffitsient ekan. Hop, demak, bunda P aktiv bizda I0 U0 taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus fi. 2 ga bo'lishdan maqsad bu o'rtachaligini bildiradi. Ya'ni quvvat o'zgaruvchanligi hisobiga biz o'rtacha qiymat olishga majburmiz. 2 ga bo'linishdan maqsad bu quvvat o'rtachaligini bildiradi. O'rtacha quvvatni bildiradi. Va kosinus fi ko'paytirilishidan maqsad shu to'la quvvatning o'rtachasining qancha qismi foydaliligini bildiradi. Demak, agar bizda zanjirda ajralayotgan quvvat so'ralsa, biz kosinus fini doimo ko'paytirishimiz kerak. Hop, effektiv qiymatlar orqali I effektiv, U effektiv. Mana shuni yozadigan bo'lsak, bu to'la quvvat bo'ladi. To'la quvvatning o'rtacha qiymati bo'ladi va bunga kosinus fi ko'paytirishimiz kerak. O'shanda
foydali qismi bo'ladi. Ya'ni aktiv zanjirda aktiv qarshilikda ajralayotgan quvvat bo'ladi. Hop, reaktiv quvvat. Bu holda to'la quvvat formulasiga sinus v ifodani ko'paytirishimiz kerak. Sababi sinus v umumiy quvvatning qancha qismi foydasiz ekanligini bildirib berar ekan. Demak, reaktiv quvvat I0 U0 taqsim 2 mana umumiy quvvatning o'rtachasi va bunga biz sinus v ko'paytiramiz, foydasiz qismini bildiradi. Reaktiv quvvat demoqchiman, foydasiz deganda albatta. Bu effektiv qiymatlar orqali ko'rinish. Hop, o'zgaruvchan tok zanjirida haqiqiy aktiv quvvat faqat aktiv qarshilikda, ya'ni rezistorda iste'mol qilinadi. Kondensator va induktiv qaltakda esa faqat reaktiv quvvat almashinuvi yuz beradi. Demak, ularda issiqlik ko'rinishida quvvat ajralmaydi, issiqlik chiqmaydi reaktiv komponentlardan, ya'ni kondensator va induktiv qaltakdan. Demak, biz ajralgan issiqlik miqdorini yozadigan bo'lsak, qanday bo'ladi? Hop, ajralgan issiqlik miqdorini Q deydigan bo'lsam, bu faqat aktiv qarshilikda ajraladi. Shu sababli demak, kosinus v ni ko'paytirib formulani yozaman va boshqa formula shart emas. Chunki kosinus v aynan aktiv qarshilikda ajralayotgan energiya miqdorini ifodalab beradi. Shunday. Hop, buni ham yana bir necha ko'rinishda yozish mumkin. Mana 3 xil ko'rinishda yozish mumkin edi. O'zgaruvchan, ya'ni o'zgarmas tok mavzularida gaplashganmiz buni. IU yoki I kvadrat, ya'ni IUT bizda vaqt ham borda. Demak, 3 xil ko'rinishda yozishimiz mumkin. IUT yoki I kvadrat RT U kvadrat taqsim R T ko'rinishda yozishimiz mumkin edi. Bu o'zgarmas tok mavzularida shunaqa edi. Endi bu ko'rinishda yoza olmaymiz. O'zgaruvchan tok uchun boshqacharoq ko'rinishda bo'ladi. Buni o'chirib tashlayman. Hop. Demak, 2 ga bo'lishimiz bu o'rtacha qiymatligini bildiradi. Bizda o'zgaruvchan bo'lganligi hisobiga tok kuchi va kuchlanish va kosinus v ni ko'paytirish aynan aktiv qarshilikka tegishli bo'lganligidan dalolat. Shunday. Hop, yaxshi. Endi quvvat koeffitsiyenti bilan tanishamiz.